Bilasanmi, nega ayrim bolalar maktabga borishni yomon ko'rishadi? Ko'pchilik o'ylaydi, ular dangasa yoki o'ynagisi keladi xolos deb. Lekin bu haqiqatdan yiroq. Ota-onalar ko'pincha ko'rmaydigan mana bu to'rtta yashirin sabab bor. Birinchisi xavotir va stress. Ko'p bolalar ertalab bosh yoki qorin og'rig'i bilan uyg'onishadi. Ular kasal emas, bu organizmning doimiy bosimda charchayotganidan dalolat. Maktab esa ular uchun xavfsiz joy emas, qo'rqinchli joydek tuyuladi. Ikkinchisi o'zini begona his qilish. Ular do'pposlanmaydi, masxara qilinmaydi, lekin baribir ko'rinmas. O'quvchilar bilan o'tirib o'zini butunlay yolg'iz his qiladi. Shu tinch, ammo ichki izolyatsiya har kuni maktabni chidab bo'lmas darajaga olib keladi. Uchinchisi, mavzular hayot bilan bog'lanmaganligi. Buni men nega bilishim kerak degan savol tug'ilganda motivatsiya yo'qoladi. Fanlar real hayotga ulanmasa, hatto aqlli o'quvchilar ham qiziqishni yo'qotadi. Maktab shunchaki bo'sh odatga aylanib qoladi. To'rtinchisi, muhitning o'zi. Qattiq yorug'lik, shovqinli yo'laklar va odamga to'la shifoxonalar. Dars boshlanmasdan oldin ham bolaning butun energiyasini so'rab oladi. Shuning uchun farzandingizni maktabni yomon ko'rsa, buni dangasalik deb o'ylamang. Yaxshiroq o'ylab ko'ring. Har bir shikoyat ortida eshitilishga intilayotgan bir hikoya bor.